Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Inson qachon o'ladi? Yuragi urishdan to'xtaganidami? Yo'q. Cervantesning fikricha inson o'z hayollaridan voz kechib, dunyoni boricha ko'ra boshlagan, ya'ni sog'aygan lahzasida haqiqiy o'limni topadi. Bugun biz 5 daqiqada Don Kixot romani orqali kulrang haqiqatning rangli orzular ustidan qozongan ayovsiz va qonli g'alabasi haqida gaplashamiz. Asar voqealari kichik bir qishloqda yashovchi kambag'al aslzoda Alonso Quijanoning hayoti bilan boshlanadi. U ritsarlik haqidagi kitoblarga shu qadar sho'ng'ib ketadiki, oxir oqibat atrofidagi kulrang va zerikarli haqiqatni qabul qila olmay qoladi. Uning uchun dunyo adolatsizlik, zulm va yovuzlik uyasi emas, balki mard ritsarlar malikalarni qutqaradigan, zaiflarga yordam beriladigan va insonning sharafi hamma narsadan ustun turadigan maydon bo'lishi kerak edi. Shunday qilib u o'zini Don Kixot deb e'lon qiladi va zanglagan sovutlarini kiyib, olamni yovuzlikdan xalos qilish uchun yo'lga chiqadi. Bu sayohatda unga hamrohlik qilgan soddadil dehqon Sancho Pansa obrazi asarning eng muhim tirgaklaridan biri. Agar Don Kixot yulduzlarga tikilib hayol suradigan ruh bo'lsa, Sancho yerda mustahkam turgan, faqat qornini va va'da qilingan orolni o'ylaydigan jismdir. Cervantes bu ikki qahramon orqali insoniyatning ikkiga bo'lingan tabiatini ko'rsatib beradi. Biroq safar davomida kuzatiladigan eng qiziqarli jarayon shundaki, bu ikki ziddiyatli dunyo bir-biriga singib boradi. Asar qahramoni shamol tegirmonlari bilan jang qiladi. Don Kixot uchun ular ulkan va vahshiy devlar bo'lib ko'rinadi. Ritsarning yiqilishi va mag'lubiyati bu moddiy dunyoning g'olibligidir. Lekin ma'naviy jihatdan Don Kixot g'olib bo'ladi. Chunki u qo'rquvni yengib yovuzlikka qarshi turishga o'zida jur'at topadi. Cervantes o'quvchiga eng katta telbalik dunyoni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilib, uni o'zgartirishga urinmaslikdir demoqchi bo'ladi. Asarda Don Kixotning atrofdagilar tomonidan masxara qilinishi, kaltaklanishi va kulgiga qolganini ko'ramiz. Ammo diqqat bilan qarasak, aslida kim telba ekanligi shubha ostida qoladi. O'z nafsi uchun birovlarni aldaydigan, faqat qornini o'ylab vijdonini sotadigan va o'zgalarning tuyg'ulari ustidan kuladigan sog'lom odamlar Don Kixotning yonida ma'naviy jihatdan ancha qashshoq bo'lib qoladi. Don Kixot uyiga qaytadi va uzoq davom etgan xayoliy hayotdan so'ng to'satdan sog'ayadi. U aqlini yig'ib o'z ismini Alonso Quijano'ni qaytarib oladi va ritsarlik kitoblarini la'natlaydi. Ko'pchilik o'quvchilar uchun bu xayrli yakundek tuyulishi mumkin, lekin aslida bu asarning eng og'riqli qismidir. Sog'aygan Alonso Quijano uchun dunyo o'z ranglarini yo'qotadi. U endi adolatni, malikalarni va sehrli sarguzashtlarni ko'rmaydi. Orzularidan voz kechgan inson uchun yashashning hech qanday ma'nosi qolmaydi. U o'z kravatida yotganida uning yaqinlari xursand bo'lishadi, lekin faqat bir kishi chin dildan yig'laydi. Bu Sancho Pansa edi. Aynan shu yerda Cervantes keskin burilish qiladi. Safar boshida faqat moddiy foydani ko'zlagan Sancho endi o'z xo'jayinining oyoqlariga yiqilib, undan yana Don Kixot bo'lishini so'raydi. Sancho endi orolni emas, balki o'sha go'zal xayollarni sog'inayotgan edi. Bu g'oyaning o'lmasligidir. Bir inson o'lishi mumkin, lekin u uyg'otgan orzu va e'tiqod uchquni boshqa qalbda yashashda davom etadi deganidir. Nima uchun biz bu kitobni bugun 21-asrda ham o'qishimiz kerak deysizmi? Chunki biz hozir har qachongidan ham ko'proq sog'ayib ketganmiz. Biz har bir ishimizni raqamlar bilan o'lchaymiz, muhabbatni biologiyaga, do'stlikni ijtimoiy tarmoqlarga, jasoratni esa ehtiyotkorlikka almashtirib yubordik. Darvoqe, Cervantes asar so'ngida bir ogohlantirish qoldirgan. U yerda Don Kixotning o'z merosxo'rlariga qo'ygan bir sharti bor. Ushbu shartni buzish insonning eng katta fojiasi sifatida talqin qilinadi. Agar siz o'sha so'nggi vasiyatdagi sirli shart nima ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, kitobning so'nggi sahifalarini oching. Chunki aynan o'sha yerda siz o'zingizning asl ismingizni va hayotdagi haqiqiy maqsadingizni topishingiz mumkin. 5 daqiqada ko'rishguncha omon bo'ling.